mashalloh deb qo'yasizlar. Havas qildim deb kommentariya yozib qo'yinglar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Boydada Uz kanalini a'zolari, YouTube ishqibozlari, Chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, chorva sevar qadrdonlar, biz dehqon xonadonidamiz. Shoshilamiz. 1 emas 9 bosh. Mana yosh judayam ko'chat buqalarimiz 9 bosh semental buqalar bor ekan. Shular sizlarga to'liq ma'lumotlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, rosa boqadigan ekan. Haydoringlar. O buqalarni qaranglar, mana buqalar chiqishni boshladi. Qadrdonlar, chorva sevar chorvadonlar, sizlarga to'liq ma'lumotni hozir yetkazishga harakat qilamiz. Mana Mickey Mouse'ni qaranglar, Mickey Mouse. Hayt! Ona bo'lmasa. Mickey Mouse'ni qaranglar. Qolganlari ham chiqishdi. Qadrdonlar, sizlarga 9 bosh. Bitta Greenford, bitta Mickey Mouse, bitta nima edi uni? Oq molingiz nima edi nomi? Mickey Mouse mi? Ha, bitta Greenford. Qolgani sementali. Xo'p, qadrdonlar, dehqondan dehqonchilik shoshilamiz. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Aqshak qishloq fuqarolar yig'inida shu Zarkan kurugiga yetmasdan dehqon xonadonidamiz. Biz sizlarga to'liq ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. 9 bosh boqma yosh boqadigan rosa yemga tayyor buqalarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, bularda to'liq ma'lumotlarini olamiz. Xo'p, buni o'tgan yil olgansiz. O'tgan yil qaysi kunda? Oktyabrda olgan ekan dehqon akamiz. Akamizni hamma taniydi. Bitta Toshloqda barcha akamiz mana kelyapti, dehqon. Juda ham ajoyib, samimiy inson, ko'pchilikning xizmatida yurgan. Qadrdonlar, mana akamiz o'zi chetdalar. Mana shu ikkita traktillari bor, kombaynlari bor, dehqonlarda, xonadonlarda, fermerlarda, yerlarda, poyalarda o'rib, nima deydi, xalq xizmatiga yurgan akamiz. Aka, bularni boringki 20 ham deylik. Shunaqami? 20-30 gacha. 30 chiqadi deysizmi? Ana kattasi bor. Yem yeydigan vaqti bo'ldi-da, o'shaning uchun ichkariga kirib ketib qolyapti. Ichkarida olishga imkoni bo'lmayapti. Mol ko'rinmayapti. O'shaning uchun tashqariga olib chiqinglar, tashqarida ko'rsataylik. Oladiganlar, ko'radiganlar ko'rib bilib olsin degan maqsadda tashqariga haydab chiqarishyapti. Mashalloh deb qo'yasizlar. Havas qildim deb kommentariya yozib qo'yinglar. Birinchi o'rinda mashalloh deb qo'yinglar. Ajoyibligini qaranglar. Mana novvoslarda, buqalarda. Xo'p, biz hozir o'lchadik. Bo'yini 1.20-25, plus minus 25ligi ham bor, 20ligi ham bor. 15ligi yo'q ekan, hozir qaytadan o'lchab chiqdik. Haydanglar bolalar, haydanglar. Bu qishin yozin shetda yotadimi? Qishda og'ilga olib kirib qo'yasiz. Omali hech qanaqa kasal bo'lmadi. Umuman kasal bo'lmadi. Dori-darmon qilgansiz. Ukalar o'sha kelganda qilib qo'yganimiz. Haydanglar bo'linglar, qarab qoldik sizlarga. Haydavering, chiqishni boshladi bir boshdan. Xo'p, ma'lumot sifatida aytib o'taman. Manzillarini, lokasiyalarini tashab qo'yamiz. Boydada Uz Telegramiga kirsalaring, Nech kilometr, qancha masofasi, uzoq yaqinligini aniq bilishlaring mumkin. Ular mazza qilyapti. Oyoq qo'lini juda ham yuvosh, esli. Aloqaga chiqaverasizlar, shoshilamiz, qadrdonlar. Biz xo'p. Aka, nima bilan boqasiz hozir ayni mahalla? Silus, hozir ham silus yeydi. Faqat silusda o'zi, ortiqcha yem bermaysiz, ha? Ozgina yem berasiz, qolgani silus. Ortiqcha hali kunjara bermaysiz. Kunjarani umuman ko'rmaganman. Xo'p. Narxlarga keladigan bo'lsak, nech pul deyapsiz endi? Ya, men aytmam, mol sizga aka. Narxlarni qadrdonlar dehqonligidan narxni ham nimaligini bilmayapti. O'shaning uchun narxni hech kimga aytmaganman, ko'rsatmaganman, sizga chaqirib ko'rsatishga harakat qilyapman degan uchun yetib keldik biz.
Ayting aka. Egasi aytib bering deyapti. 38 dan 33 million so'mdan qadrdonlar 33 million so'mdan 38 million so'mgacha holatiga qarab beraverasizlar deyapti. Kelib, ko'rib savdo qilaverasizlar. Savdo qilish sunnat. Va yuvoshligi qarang, mana esli, juda ham esli ekan, nihoyatda esli. Mana oraliq masofamiz, xudo xolasa mana 1,5 metr, 2 metrda turibmiz. Shoshilamiz qadrdonlar, 33 million so'mdan 38 million so'mgacha. Endi dehqon aytadi, talashib tortishish sunnat dedi. Talashib tortishib baho qilaverasizlar. Qadrdonlar, ham olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Telefon raqamlarini ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Telefon raqam berasizmi aka? 90 lik 585 48 43. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lish uchun aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarini oldik, ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Manzillarini yana aytamiz. Telegramga kirib lakassalar orqali manzilni bilishlaring mumkin. Xato kamchiliklar bo'lsa, biz xato kamchiliklar uchun uzr so'rab qo'yamiz. Fikrlaring bo'lsa, kommentariyaga yozib, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab tursalaring ko'pchilikka tavsiya qilamiz. Qadrdonlar kelaverasizlar. Akamiz haqiqiy dehqonlar. Mana kombaynlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Shoshilamiz. Bizda shunaqa gaplar, barcha yangiliklar boydadi bizda. Biz qisqa va lo'nda qilib olyapmiz. Buni bu ortiqcha qana bo'ldi, boshqa bo'ldi deb dori-darmonlari o'sha boshida qilingan, yem-hashaylari ortiqcha yem berilmagan. Olgan odam endi bag'iga o'zi boqaveradi. Shunaqa gaplar, bizdan uzoqlashmanglar, barcha yangiliklar boydadi bizda. Hafta kuniga chorshanba 1-iyun, ertaga 2-iyul kuni ertalabda qo'yamiz bu videolarni. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishsin. Ko'rib mana yeyishlarini hozir biz ko'rsating dedik. O'tlarini soldi. Bizimni juda ham xo'ra. Mana silosni o'zini yeyishyapti. Mana kirishdi 9 dona. U xapib qoldi shekilli mana bu. Mana orqalarini ko'rsatishga harakat qilaman. Mana nimaga devoltayda turibdi desalaring, mana shu hozir ko'rsataman mana. Mana shu devoltayda turgani shunaqangi olib taroq ekan, silosga kepak chachib bersa keyin kelib ekan. Hozir o'sha jarayonni ko'rsatishga harakat qilamiz. Shunaqangi degdi, men ishonmadim. Hozir ko'raylikchi. Qolgan hammasiga hozir silosni o'zini chashdi, solib berdi. Silosni o'zini yeyapti. Lekin mana nimaga orqada turibdi desam, u dedi shunaqangi aqlli, faqat kepak solib bersang keyin kelib yeydi. Ungacha yemaydi, deb tushunadi. Mana kepakni olib keldi. Kepakni solishni boshladi. Ana endi ketdi mana. Haqiqatan gapi to'g'ri ekan. Ana endi kepakka keldi. Hatto joy bormi endi kirgani? Ana. Biz haqiqatda endi ishondik mana. Oldiniga aytdi, doim ravishda ashga kelib turib oladi. Kepak bersa keyin kelib yeydi dedi. Ana. Qoyil, shunaqangi aqlli jonivorlar bor ekan-e. Malades, gap bo'lishi mumkin bas. Ana shu mol edi. Hozirgi orozlab turgan mol mashidi. Mana shu.